Piyaz turmalını ailde məhətke usul bir cidip yapıqına, təm tılınız qağdek acayip oxşaydı cümü. Çoğun küçük əmələ yaxtırıp yeydi, iti sulumin tayin addi, birlik özsünüz ügün alalaysız. Qattiq ko'ngilga tegmaydi, qat ajoyib yeyishlik oilada chuqur bir yetib sinab yaqinlar. Pek zıpla. Aldı bilen 2 piyal un tayyorlab olamiz. Ayrim bir qachıq jilman suv ilib buning azroq tuz, xamir turishdan yarim qo'shiq sho'sidan azroq shakardan yarim qo'shiq silib tekshir aralashtirib olamiz. Xamirni lag'man xamirdan sal bo'shroq qilib yo'g'irib tayyorlab olamiz. Diqqat qildigan ishlar xamirga yaxshilab chol bo'ldirib olamiz. Bu araliqda biz so'ng piyoz maysi, bir bosh piyozni videoda ko'rsatgandek siralatib to'g'rab tayyorlab olamiz. Qazan azroq moy qo'yib olamiz. Mening ishlatganim uzundan beri o'zim yoqtirib ishlatib kelayotgan Atibulaq zig'ir zag'un zarangzimiyi. Atibulaq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, oziqlik qimmat saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mim shunchalik payzam tetimliq. Ko'rib turganinglarda quyruq maydan azroq ushoq to'g'rab silib eritib olgandan keyin piyoz, so'ng piyoz maysini silib qo'rib elib olamiz. Orqadan xamirni bir barmoq qalinlikda ichib olgandan keyin ustiga piyozni tekshir yeyib olamiz. Orqadan so'ng piyoz maysini tekshir yeyib olgandan keyin videoda ko'rsatgandek qatlab olamiz. Har bir parcha xamirga 2 pichoq urib atgandan keyin qarım-qarshi yulinishga to'lg'ib atgandiki videoda ko'rsatgan shaklda tugib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Ko'rib mishayapsizlar tuqqanlar. Har kun mushunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni kutayapman. Ajrim uchun bir taj yurakni besitib qo'llag'ash ko'rsanglar, qo'llag'inglarga rahmat. Endi buni qaynayotgan qozon silib 18 minut dumlab pishirib olsaqlar bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga. Piyozning ta'mi xamirning qat-qattiq singib kirib ajoyib muzlik pishib to'jimi. Oilada chuqur bir etib sinab beqinglar. Quruq yemsiz yoki say so'g'aq saylar bilan yemsiz ajoyib yeyishlik o'rganib oldingizmi?